Do'stlar, shahar markazidamiz. 7 qavatli domdan 3-qavatidan 4 xonali juda ham katta uy chiqib qoldi. Qarang, yo'lda bo'yida joylashgan. Bu tomonimiz mana Ipak yo'li bank. Bag'da Alo market, bu tomonda MTS, bilasizlar, hamma biladi. Ro'parada bog', lokasi juda ham zo'r joyda joylashgan, 3-qavatda. Qarang, bu birinchi xonasi. Kattagina 120 kvadrat, 4 xona. Bu xonada ana shu ko'rib turgan hamma narsa qoldiriladi. O'zi uyda hamma narsa qoldirilyapti. Konditsioner, yumshoq mebellar, televizorlargacha o'rnatilgan. Elektrический issiqlik tizimi ham mavjud, ya'ni issiqxonlar. Bu yerda oshxonasi. Qarang, kattagina o'tirishga joylargacha qilib qo'yishgan, gaz plita, oshxona jihozlari o'rnatilgan. Bu tomoni mana tashqaridan kirish qismi kengina koridor va alohida qilingan, ko'rishingiz mumkin, vannaxona hamda hojatxonalar. Wi-Fi bor. Bu yerda hojatxonasi. Kafelari qilingan. Tomoni yana bitta xona. Ko'rishingiz mumkin. Tomonda mana batareykalar o'rnatilgan. Hamma romlari akfa romlarda. Bu ikkinchi xonasi, navbatdagi. Bu hozir uchinchi xonasi bo'lyapti. Xo'p. Bu to'rtinchi xonasi mana. Ko'rishingiz mumkin, kattagina batareykalar qo'yilgan. Mana bu tomonda yana bitta xonani razmerda qangi garderobi mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta, 120 kvadratli 4 xonali kvartira. 3-qavatda joylashgan. Center lokatsiya zo'r. Narxi esa $70 ming ga egalar tomonidan baholanyapti. Albatta, kamroq qiziqqanlar video raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Bizga obuna bo'linglar, sizlarga bundan ham zo'rlanishni istab qolaman.